mahsulot tafakkuridan ekologiya tafakkurigacha. Mahsulot tafakkuri deganimiz cham prinsipi. Ma'lum bir qatlamdagi mahsulotni yaxshi qilish. Hamda ekologiya tafakkuri deganimiz chanye sivi. Chanye deganni hamda sanoatmi deydi, kasbmi deydi, ekologiya desakmi bo'ladi. Hamda bu yerda ekologiya deyishim mayadagi mahsulot bilan bo'lgan selishtirma. İki qatlam. Hamda qatlamning o'xshamasligiga asosan dastlabki qadamda yoki tuvanroq qadamda mahsulot tafakkuri oldu. Ya'ni bir tal mahsulotga munosabatlik ishlarni yaxshi qilish. Hamda bir jamiyatning taraqqiy qilishi bilan savdo taraqqiy qilgan sari odamning qatlami ustiga qarab o'rlash kerak. Tuvanga qarab emas, ustiga qarab. Ya'ni dastlabda mahsulotni yaxshi qilgan bo'lsak, yoshning cho'ngishi bilan, tajribaning eshishi bilan, boylikning ko'payishi bilan, mushu kasb qatlamidagi o'rnimizning yuqori ko'tarilishi bilan bara-bara qatlamni yuqori ko'tarishga to'g'ri keldi. Bu bir odamning, bir korxonaning taraqqiyotining normal yo'linishi. Ko'pchilik his qilyotdi, hozir pul topmoq biroz tez, hatto nihoyat tez. Hamda mushuning ichida bir turkum odamlar nihoyat yaxshi pul tepadi. Boshqalar qiynalsa-mu bir turkum odamlar yaxshi pul tepadi. Mushu pulni yaxshi tepayotgan yoki pulni ko'plab, hassilab, hatto pishonglab tepayotgan odamlar mushadagi ekologiya tafakkurini yaxshi qila olgan odamlar. Doktor To'lqin Qodir muallimning yillik korxonchilar klubini tushunmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi undidor bilan aloqa qilishing. Hamda oldi bilan mahsulot tafakkuri deydi. Ma'lum bir mahsulotni sifatlik yaxshi qilish. Hamda bu gap bugungi tema bo'yicha qarmoqqa mo'yim emasdak, biz tashlashimiz kerakdak, mandaq tuyuldi. Undaq gap emas. Mahsulotni yaxshi qilish bu intayin mo'yim. Lekin mahsulotni yaxshi qilish bag'ansiri u bir aqalli talabga aylanib qolyapti. U tuvan qatlamdagi aqalli talab. Biz ma'lum bir mahsulotni ma'lum bir qatlamda yaxshi qilgandan bag'ansiri bizda taraqqiyot bo'lish kerak. Hamda bu taraqqiyot qanday bo'ladi? Ya'ni bir kichkina mahsulotni yaxshi qilish, bir umr tujuplab ishlash, bir umr yaxshilash bu tigidakni aytgan chaqda xato emas. Lekin jamiyat taraqqiy qilgan sari biz shu qatlamda turaversak, boshqalar taraqqiy qilib buni kapital o'ynaydigan, butkul kasb zanjirini o'ylaydigan, tanarxni tushira oladigan, manda holatga o'tgan sari biz mahsulotni yaxshi qilish qatlamida turaversak, ba'zida cho'ng guruhlarga tangap bo'g'ilmaydi. Ham jamiyat taraqqiy qilgan sari ba'zida mavu kasb zanjiri, ekologiyaning tafakkurini yaxshi qilgan odamlar mahsulotning sifati jihatda ba'zi kamchiliklari bo'lsa-mu, yana bir mahsulotning sifatini yaxshi qilgan, ammo umumiy boshqa masalani yaxshi hal qila olmagan mandaq bir shirkatga qaragan chaqda uning natijasi yaxshi bo'ladigan, jiq pul topadigan shunaqa ahvoli bor. Masalan, oshxona olsak, ba'zi danqi chiqib ketgan, to'rda to'nilib ketgan shunaqa oshxonalar bor. Uning tamog'i yaxshimi degan chaqda asos jihatdan yaxshi, lekin favqulodda yaxshi emas. Lekin uning bozori bor. Xalqlar o'chirib turib kirdi. Endi yana ba'zi oshxonalar bor, o'rni sal yaxshi emas yoki to'rning ishini yaxshi qilolmagan yoki tashviqotni yaxshi qilolmagan, ma'lum bir mush kasb zanjirining olqisini yaxshi qilolmagan oshxona bo'lsa, qarasangiz uning tamog'i yaxshi, lekin bozori yaxshi emas. Ondan bular qaqshaydi, bizning mahsulotimiz yaxshi tursa, xalqlar tonimayotdi deydi. Mushadiki masala tamoqning yaxshi bo'lishi aqalli talab. Albatta tamoq nachar bo'lsa bo'lmaydi. Nachar bo'lsa haqmi kelmaydi. Lekin o'sha layoqatning ustida bo'lsa, asosan bo'ldi desak, buning ustida yana bir muncha omillar bo'ldi. Masalan, mahsulotning jini mahsulotning o'zida emas deydigan bir gap bor. Buning degani, masalan, tamoq asosan yaxshi. Lekin tamoqdan boshqa ma'lum bir shirkat, masalan, do'yinni yaxshi o'ynab ketdi. Hamda do'yin degan gap mahsulot bilan iste'molchining o'ttirisidagi bir zanjir. Ko'rikni yaxshi qildi degan gap. Yana bir xil ahvol. Beshida loyilagandilar ma'lum bir oshxonani cho'ngaytish, kapitalning o'yinini o'ynash, mandaq tafakkuri bilan loyilangan bir qism cho'ng guruhlar bor. Bular mahsulotning ustularini bevosita taklif qildi. Yoki pay bilan bularni jalb qildi. Jalb qilib qo'ygandan keyin bularning kallasi mahsulotda bo'lmaydi. Mahsulotga shu mahsulotning ustularini qo'ydi.
o'zi ustidagi kapitalning o'yinini o'ynaydi. Bunda bo'lgandan keyin bularda pul chiq. Bular bir mezgil pul ko'ydira oladi. Pul ko'ydirish orqali mahsulot sifatidagi masalani konkret shu direktorlar, do'kon boshliqlari yaxshi qilgan bo'lsa, bular tez suratda bu zanjirni kengaytira oladi. Zanjirsimon do'kon qila oladi, markaning nomini yuqori ko'tara oladi. Ondan bu yerda kapital bozoriga qarab tayyorlik qiladi. Bunda bo'lgandan keyin bular 1-2 yil dastlabki mezgillarda foyda olmaydi. Foyda olmay butun bozorni monopol qiladi. Ondan bular oshpazlarni yuqori maosh bilan taklif qiladi. Boshqa odatdagi tamoqning foydasi bilan kuni oladigan mandoq oshxonalar tankilanmag'idek darajada yaxshi oshpazlarning maoshini biraaslab yuqori ko'taradi. Bunda bo'lgandan keyin bular to'g'ri deymiz, kapital, ko'lam, jihatlarda yaxshi qilib ketgandan keyin ham bir mezgil pul ko'ydirishga bardoshlik bera olgandan keyin bularning ko'limi yo'g'nab ketadi. Ko'limi yo'g'nab ketgandan keyin bular pay bozorini o'ynaydi. Pay bozoriga kirib, buning nomini chiqarib qo'ygandan keyin ondan bularga o'zining payini setish orqali tavshan deymiz. Setish orqali pay bozoridan ma'lum vaqtdan keyin chiqib ketadi. Buning foydasini olib bo'lgandan keyin chiqib ketadi. Bir xil o'ynash usuli. Endi siz o'zingiz mush tujubbilab tamoqni bir taldan etiman deb mushu qatlamda tirishsangiz, malaninki usullariga birlashib berib olmaysiz. Ma'lum vaqtdan keyin siz taqilib qolasiz. Demak, bu vaqtda balkim sizning tamog'ingiz yaxshi, lekin siz yengildingiz. Nima deganda, mushadiki mahsulot tafakkuri bilan ekologiya tafakkurininki bir selishtirmasi.